Men senga uyukini aytdim bacham. Kallangdagi yungni olib tasha deb. Nima kerak? Nima qilasan bu yungni? Radik, men keldim jalla. Bu kim bu? Ha bacham? Kim bu? Jo'ram bu dada. Nima sizlar hammalaringiz qurvaqqa o'xshab o'tirasizlar? O'zim o'rgatantimda bular. Tekshiruvli doda. Mehmon kelibsiz, ad-dushi rahmat. Endi jo'rayza qo'shilasiz to'zi yerda ishlaysizlar. Tushundingmi? Tushunmadim. Aytmadingmi? Adingga men dam olishga kelganman-ku jalla. Dam olishga kelgansizmi? Ha? Bittasini odam etdim. Endi mehmon sizni ham odam etaman. Uyingizda ish bormi? Bu yer bitta rabotchi kelgan. Pulini men bilan gaplashasiz faqat. Ana shu rabotchi hamsa. Yangi kelgan. 5 oling. Kuniga ishlagan uchun 50 mingdan beraman. 50 ming to'g'ri kelmaydi. 80 ming so'm. Normal ishlaydi bu. Hamsiya, buni men olib ketamdan keyin men o'zim 80 ocham. Meniki ham emas, meniki ham emas. 65. Menga qarang, hamsiya mol sotmaysiz-ku, odam bu bor ishlaydi. Bu moldan farqi yo'q buni. Odam etish kerak buni. Hamsiya barakammi? 60 beraman, hamsiya. 65 dan bir tinam kam ber. Qattiqlik etmang 5 ming uchun. O'rto, lakasan nito tashabsan-u jalla. Mana yana bitta rabotchi keldi. Ha endi 60 dan beraman. Endi 50 dan beraman. 50 dan bo'lmaydi, to'g'ri kelmaydi. Qanday kelmaydi?